Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Oldingi san programmamizda bir asr ilgari Finlandiyalik dangliq ekspeditsiyachi Manyer Xeym Aqsunak Baron salohiyati bilan o'zini niqoblab, Fransiyaning O'rta Osiyodagi ilmiy tekshirish atritiga qo'shilib, Shinjongga kelganligini hamda atalmış ilmiy tekshirish musofasida turli axborotlarni to'plaganligini so'zlagan edik. Bir qitimli qattiq shivirgan, uning hayotiga tahdid solgan paytda bir Mo'ng'ul ovchi bo'voy uni qutqizib qolgan. Bugun bir asr ilgirki ekspeditsiya nomli ikki qismli hujjatli filmning ikkinchi qismi qadimiy yoldagi izlarni ko'rsatamiz. O'zgacha salohiyatga ega bu ekspeditsiyachi hayot mamotlik sinoqlardan keyin yana qanday qilib alayda vazifasini davomli ijro qila oladi? Madaxan yo'l bo'yida aramaganda bu ekspeditsiya liniyasida nurg'un yo'lovchining borlig'ini ko'rib hayron qolgan. Ular iylig'i tirikchilik qilishga borgan Janubiy Shinjonglik Uyg'ur dehqonlari edi. Safarda shafqatsiz qattiq shivirgan, ularning hayotiga tahdid solgan bo'lib, ularning ichidagi biraylarning ayoli va bolasi shivirganda to'ngib qoldi. Egilishicha, shu yilgi qishda bu yo'lda 6 qitim to'nglab o'lish hodisasi yuz bergan. Oldingi yili 10 qitim yuz bergan. Necha yil burunqi bir maydon shivirgan 63 odamni qorga ko'mib o'tgan. Madaxan xatarlik ekspeditsiya safarini bevosita boshdan kechirgashga, shu qitimli xatarlik safardagi kishilarning fojialik taqdirini mundaq deb tasvirlagan. Umuman, Mozart yo'li har yili nurg'un otning beshiga chiqib qolmasdan yana nurg'un odamning jinini oladi ekan. Bu yo'lda mangdiganlarning hammasi Janubiy Shinjongdan G'uljiga mang'an namorat ayollar bo'lib, ular G'uljida kuniga 5 yuandan ko'proq kirim qila olmaydi ekan. Qashqarda bo'lsa 1 yuanni topolmaydi ekan. Ularning yemakligi kamchil. Ta'minlash noyda nochar bo'lg'achqa intayin charchab ketadi ekan. Hamisha 16-18 kunlik yo'l azobi va charchashga bardoshlik berolmay qoladi ekan. Hozir Eli daryosi jilg'isida necha 100 ming Uyg'ur yashamoqda. Ularning ajdodlari mushu xatarlik Shoti qadimiy yo'li orqali G'uljiga kelgan. Ular ilgari taranchi deb atalgan. Buning yer teriydiganlar degan ma'nosi bor. Ozodlikdan keyin Shoti qadimiy yo'li tadrijiy tashlab etilgan. Kishilar Tangri teg'dan halqib G'uljiga bormoqchi bo'lsa, kang, tuz, maytaq, ko'rli tosh yo'li bilan mang'an. 21-asrda Shinjong Uyg'ur Abtonom rayonlik xalq hukumatı yana Shoti qadimiy yo'lini ravonlashtirishni planlab, yangi janubiy shimoliy Shinjong yo'lini ochgan. Biz hozir Eli Jangjun mahkamasida turyapmiz. Eli Tangri teg'ining g'arbiga joylashgan. Ilgari Shinjongning siyosiy harbiy markazi edi. Ching sulolasi Elida Jangjun mahkamasi ta'sis qilib, Tangri teg'ining janub-shimolini idora qilgan. 1871-yili Yaqubbek to'pilgan mezgilda Charusiya vakolatan o'tkazib olish, vakolatan qo'g'dash nomida askar chiqarib, elini ishg'ol qilib olgan. Hozir biz ekskursiya qilayotgan Eli Jangjun mahkamasi asliga keltirilgandan keyin qaytadan yasalgan. Charusiya elini ishg'ol qilib olgan bu 11 yilda Eli Jangjun mahkamasi buzib etildi. Ayni chog'dagi Shinjongdagi birinchi cho'ng qal'a Kura qal'asini o'z ichiga olgan, elidagi 9 qal'a urushda vayron bo'lib, shon va shavkatidan iz qolmadi. Hozir Eli daryosi bo'yidagi Kura Koni qal'asining faqat xarobasi bor. Qadimiy qal'a ichidagi yerlar etizliqqa aylanib ketdi. 1881-yili Ching sulolasi hukumati Shinjongdagi hukmronlikni asliga keltirib, 4 yildan keyin yer ajratib berish, to'lam to'lash qatorliq shartlarni qondirgandan keyin Charusiya vayroni elini Jungoga qaytarib bergan. Shuning bilan bir vaqtda o'zligidan Al-Buldi degan nom bilan necha 10 ming chegara xalqini asirga olgan. Kura qal'asi men ko'rgan eng ratlik, pokiz, eng go'zal Jungo qal'asi. U Rossiya askarlari chekingandan keyin qayta qurilgan. Qal'a noyat yaxshi loyihalangan. Ko'chalari to'p-tuz, ham chiroyli. Kam. Asosliq ko'chaning ikki tarafida saroylar va yomul bo'lib, o'tirsiga Jangjun mahkamasi joylashgan. Buningdan boshqa yana do'kon va ikki butxona bor ekan. Madaxan eliga qaytib kelganda ayni chaqdagi G'ulja, ya'ni hozirgi G'ulji shahrida Rossiya konsulxonasini qo'g'dayotgan alayda avatilgan Kazaq qismining askarlari bor edi. Shahar qo'rg'ini atrofida zambirak bilan qurollangan Charusiyaning sho'ba atriti bor edi. Gazarma atrofida qo'rg'on va okoplar bor edi. Bu yer ayni davlat ichidagi davlatga aylanib qolgan edi.
Jongo zamanida bundaq zembrek bilan qurollangan Rossiya qo'shinining turishi alohida ahvol. Odamning aqli yetmaydi. Milliy uyg'unish davrida turayotgan Jongo egilik huquqiga ziyon yetkazadigan qilmishqa qanchalik vaqt toqat qilib turar? Madaxan. Ilida Madaxan rasmiyat bo'yicha shu joyga Ching sulolasining amaldorini yo'qlagan. Amaldorlarning uninga bo'lgan muomalasi o'zgarib, nihoyatda sovuq muomala qilgan. Bir harbiy amaldor hatto qo'pollik va hurmatsizlik qilgan. Beijingdagi Ching sulolasi hukumatining diplomatiya ministrligi tarqatgan rasmiy pasport iliga nihoyatda kechikib yetib kelgan. Bu pasport Madaxanga uqishmaslik va ovorchilik olib kelgan. Buningdan burun Madaxan yo'l bo'yi Qashqarning Doti Yuanxungyu bergan vaqtliq pasportni ishlatgan. Ikki pasportni selishtirganda tarjimonning ismi sayohatga boradigan yerga o'xshamaydi. Rossiya tarafidan qo'llaniladigan Finlandiya mo'taviri ikki xil pasport ishlatgan. Yana kelib belgilangan liniya bo'yicha yo'l yurmagan. Madaxan bu tarafiga qarata xalqning qoyillig'iga tushuntirish beramagan. U yo'l bo'yi ko'riklarni suratga elib, xaritalarni chizib, egizliklarni o'lchagan. Hamda harbiy ishlardagi muhim joylarda to'xtagan. Odatdagi sayohatchiga o'xshamaydigan yeri yerlik doiralarning diqqatini qo'zg'agan. Ularda ixtiyorsiz holda Madaxanning qayerdan kelganligi haqida gumon paydo bo'lgan. Bu chet-ellikning haqiqiy salohiyati zotini, uning qo'sh salohiyati bormi qandaq? Yerlik amaldorlar gumonlanğaçqa Mannerheim ilidagi razvedka faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Mannerheim ilida yaponliklar harakat qilyotdi degan xabarni anglagan bo'lsa-mu, ammo yengillik bilan ish qilishga jur'at qilolmagan. U o'zining bu ish tufaylidan butun safardan bekorga ketishdan ansirgan. Elining yerlik amaldorlarining Madaxandan gumonlanishimi uning keyingi safariga ta'sir ko'rsatgan. Ular boshda Madaxan o'tirg'a qo'ygan Tekes daryosi vodisi va Boyinbuloq yayliqiga berish talabiga qo'shilmagan. Keyin izchil kayniga o'sirib, har qaysi joylarga berish haqida oldin yoki vaqtida uqtirish qilmag'ashqa Madaxan Tekes daryosi vodisida yarim oy turib qilishga majbur bo'lgan. Elining Mo'g'ulkira nahiyasi Shoti qadimiy yo'lining shimoliy uchiga joylashgan. Qatma-qattaqlar bilan o'ralgan chegradagi kichik nahiya. Mo'g'ulkiraning tarixi uzun bo'lib, tarixda Uysun davlatining xon o'rdisi mushaga joylashgan. Bu joydan dangliq eli eti chiqadi. Mo'g'ulkiraning Jongoning Duldul makoni deydigan chiroyli nomi bor. Rossiya ordisining otliq askari gvardiyasida turgan shunaqla ot ko'ndirish ustasi bo'lgan Madaxan otni alohida yaxshi ko'radi. Hozir havo ochiq. O'xshash bo'lmagan yilqi uyuri yayloqda erkin yaylab ketyapmoqda. Bu nima degan go'zal manzara ha? Bu atlar intayin sağlam ko'rinadi. Bo'yin siziqlari intayin go'zal bo'lib, beshimi chiroyli edi. Esil nasllik atlardan hargiz qilishmaydi. Meningcha, har qanday birisining bundaq otni setib olg'usi keladi. Mo'g'ulkira nahiyasining g'arbiy janubiga joylashgan Jongo Qozog'iston chegarasidagi Gedinbir obidasining to'liq nomi Jo'ng'ariyani tinchlantiruvchi Gedinbir teg'i obidasi bo'lib, haybatlik tangri teg'i qo'ynida 200 necha bahorni boshdan kechirgan. U Kangshi, Chelung xonlarining toza gullangan davrida vatanning mukammalligi va bir butunligiga simvol qilingan. Tavrinib qolgan Ching sulolasining oxirgi mezgillarida tog' daryolarning yutib olinishi davlatning parchalanishidek tarixining shohidi bo'lgan. Ching sulolasi hukumati elida Jiangjun mahkamasi ta'sis qilgandan keyin davlat mudofaasini mustahkamlash uchun Ili rayonini Shiba, Solun, Chaqar, Uyratdan iborat 4 qarorgohga bo'lib, qorovulxona qurib, chegarani chorlab tekshirgan. Mo'g'ulkira ayni chog'da Uyrat mo'g'ullarining turishliq joyi edi. Madaxanni favqulodda xushal qilgani shuki, Tekes daryosi bo'yida u yana Uchi Nobulgani uchratgan. Madaxanning bayonida mundaq deyilgan: Qorovulxonadagi mo'g'ullar qarashda harbiylardek suri hayvalik edi. Askarlarning yeshimi bir-biridan farqlanmaydi. Har birisining qo'lidagi o'q qoraliga puxta yog'och sop va tirak bekitilgan bo'lib, hammasi ovchilikda ishlatiladi. Ular bosh topshirmaydi. Ammo tinish mezgilida 120 kishidan tashkillangan qo'shin shotiga bordi. Urush mezgilida bo'lsa, har bir oila bir otliq askar chiqaradi. Madaxanning qarashicha, bu Uyrat mo'g'ullari Jongodagi birdan-bir ishonchli qabila bo'lib, ular mo'l ot boyligi bilan shak-shubhisizki Rossiyadagi qozoqlardek berasmiy otliq qo'shin tashkillayoladi.
Тәңритегінің ішкірсіге жайлашқан Балғын тайдығы Хуаңмияу ибадатханасы Шинжаңдығы әң чоң лама дini ибадатханасы болып, лама диниге e'tiqod qiladigan Turg'at mo'ng'illari bu tuproqqa qaytgandan boshlab lama diniga e'tiqod qilganlarning duo tilovat ovozlari Bayınbuloq yayliqidan o'zilmagan. Madaxan Tekes daryosi vodisida yarim oy turgandan keyin Könes daryosi bo'yidagi Ko'ni yo'lni bo'ylab Tangriteg'ining g'arbidan halqib Bayınbuloq yayliqiga borgan. Ayni chaqda Bayınbuloqda lama ibodatxonasi eng muqaddas joy bo'lib, jami 38 ibodatxona bo'lgan. Mingdan ortiq lama u yerda ibodat qilgan. Lamalarning soni yerlik nüfusining 3dan 1ni egallagan. Bir 1771-yili Çarosiyaning dahshatli ekspluatatsiyasi va ezishiga chidab turolmagan turg'utlar Atamani Obashning yetakchiligida Volga daryosi vodisidan quyosh ko'tarilgan sharqdagi yurtiga qaytib kelgan. Ular yo'l bo'yi Çarosiya qo'shinining qo'rshab to'sishiga uchragan bo'lsa-mu, tasavvur qilgusiz qiyinchiliklarni yengib, ig'ir badal to'lashga qaramay, yarim yilda 10 ming chaqirimdan ortiq yo'l yurib, tarixdagi eng oxirgi qitimliq dag'dug'liq cho'ng ko'chishni tamomlagan. Ular 170 ming odam yo'lga chiqqan bo'lsa-mu, Jongoga aran 80-90 mingdek odam hayot qaytib keladigan. Turg'ut qabilasining vatanga qaytib kelganligidek mardonligini tartiblash yuzasidan Ching sulolasi hukumati Obashga Jo'ray To'g'an, ya'ni Baturxon degan nomni bergan. Ham Obash boshlab kelgan turg'utlarni Ko'ni turg'utlarning janubiy tarafidagi havo klimatiga muvofiq suv, o't cho'pi alvak bo'lgan Bayınbuloq yayliqiga va Qaydu daryosi vodisiga o'rnashtirgan. Bugungi kunda Ko'ni turg'utlarning avlodlari chorvachilik qilgan bu zamonda Шинжаң Bayınğulun Mo'ng'ul avtonom oblasti qurildi. Hukumat Obash boshchiligidagi qabilaning vatanga qaytib kelgan kunini, ya'ni dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 23-kunini sharqqa qaytish bayrami qilib bekitdi. Turg'utlarning sharqqa qaytish tarixini Mannerheim intayin pishiq bilatdi. Uning Bayınbuloqqa kelishidagi maqsadi sharqqa qaytib kelgan turg'utlarning Rossiyaga qaytib ketish o'yining boy yo'qligini bilish edi. Shunga Mannerheim Bayınbuloqda yer shaklini o'lchab, turg'utlarning xoni Buyan Minkining onasini yo'qlagandan boshqa yana 150 necha oylik chorvachini ziyorat qilgan. Madaxan bayonida ularning ichida nurg'unlari ularning burun Rossiyaga ko'chman bo'lib berib, keyin Jongoga qaytib kelganligi to'g'risidagi gaplarni anglagan ekan. Ular mening ularning Rossiyada qolgan qarindoshlari to'g'risida so'zlab berganlarimni nihoyat qiziqqan holda angladi. Ular menga turmushning nihoyat jafoliq ekanligi, kiyim-kechak, uzuq-tulikning kamchiligini, kasal bo'lib qolgan bolalarning davolanmaganligi to'g'riliq shikoyat qildi, deb yozgan. 1872-yili Yaqub Beyning to'polonchi qo'shini Bayınbuloq yayliqini qoral kuchi orqali egilib olmoqchi bo'lganda Turg'ut mo'ng'illari qaysarlik bilan qarshi turgan. Oxirida kuchli dushmanga tang kelmay qolgan. Yaqub Bey qo'shini Turg'ut qabilasidan 8 mingdan ko'proq odamni o'ldirgan. Shuning bilan ular turmushda ig'ir qahatchilik ichida qolgan. Ularning chorvalari ancha ko'p emaskan. Etimi bek ozgan. Turg'utlar menga bek namratdek bilindi. Meningcha ular mushunda xo'rigul, namrat turmushga ko'nib qolgandek qiladi. Ular Buddadan madad tilaydi ekan. Rossiyani parvoyig'ini olmaydi ekan. Madaxan. Kishining aqli yetmaydig'ini Yaponiyaliklarning Шинжаңdagi harakat izini tepish uchun bosh qotirib yurgan Madaxan Bayınbuloqda bir Yaponiya jasusi bilan uchrashib qolgan. Forma kiygan Yaponiyaning harbiy xizmat o'taguvchisi Siyoshi Hino Jongolik necha amaldorning hamrohligida yo'l bo'yi o'lchab mangdi hamda xon ordisi gazarmasidan o'tib udul oldimga keldi. Siyoshi Hino Yaponiya ishpiyoni. 1906-yildan 1907-yilgacha Yaponiya harbiy tarafining buyrug'i bo'yicha Шинжаңning janubiy va shimolida tekshirish elib borgan. Madaxanga o'xshash Siyoshi Hinomu Yaponiya Rossiya urushiga qatnashgan. Ammo Madaxanga o'xshamaydig'ini Siyoshi Hino garchi Шинжаңda yolg'iz harakat qilsa-mu, o'zining Yaponiya ofitseri salohiyatini yoshirmaydi.
Yaponiya Rossiya urushidagi ishga ko'na raqib, o'xshashla Jungoda axborot to'plash bilan shug'ullanadigan ishga jasus Shinjongda uchrashdi. Buning ichida kishining o'yga soladigan nurg'un sirlar bor edi. Siyoshi Heno yozgan Eli Sapri nomli kitobda Madaxanga oid hech qanday so'z qoldirmagan. Strategiyalik raqib nuqtasida turib, Rossiyaning Eli hamda Janubiy va Shimoliy Shinjongning har qaysi joylariga tajovuz qilib, kengaymichilik qilish maqsadini oshkorlab, Ching sulolasi hukumatining g'arbiy rayondagi hukmronligining ojizlashib, Chor Rossiyaga taqobil turish iqtidoridan qolganligidan ansiraydiganligini bildirgan. Madaxanni Bayın bulaq səfərdən ümidsiz qaytdı deyishki bo'ladi. U Momoga bilan xo'shlashgandan keyin ko'ngli teximi yerim bo'lgan. Bu ay uning kichikkina chidirini yig'ishtirib, etiqi minib Tekas daryosi vodisiga qaytmoqchi bo'lganda, Madaxanning qalbidan bir xil qiyammaslik hissiyoti urg'ib chiqqan. Bu peshqadam ovchi o'zining mo'l tajribasi, oq ko'ngilligi va atrofliq muloyizasi bilan Madaxanning tog' o'rmonlarning mushaqqatli yo'llaridagi tepilg'usiz do'stiga aylangan edi. U bu qizg'in do'stona, mard va botir mo'g'ul ovchiga qarab, qat'iy tajovuz qilg'ili bo'lmaydigan bir xil kuchni ko'rgan. Keyingi bir yil ichida Madaxan Tangri tig'idan halqib, Xeshi koridoridan o'tib, Gansu, Shanxi, Sanxi qatorliq joylarni ziyorat qilib, oxiri Bejingga yetib borgan. 2 yillik kuzatish jarayonida Madaxan Jungoning 8 o'lkasini kesib o'tib, 14 ming kilometrdan ortiq yo'l yurib, Jungoning siyosiy, harbiy ishlar, odamiyat, jo'grafiyasiga oid zo'r miqdordagi muhim axborotlarga erishgan. Shuning bilan birga qattiq uyqudan uyg'onish oldida turgan qudratli bir millatni ko'rgan. Uzun o'tmay, Ching sulolasining oxirgi davrdagi yangi siyosati mag'lub bo'lgan. Arqadan Shanxay inqilobi portlab, Ching sulolasi podshohi o'rnini bo'shatib, Jungoda 2000 yil davomlashgan feodal podshohlik tuzimiga xotima berdi. Jungo demokratik jumhuriyatning yangi davrini kutib olgan. 10 yildan keyin Chor podshoh taxtdan tushdi. Ilgari Chor podshoh uchun xizmat qilgan Madaxanmo oktyabr inqilobidan keyin o'zining ona vatani Finlandiyaga qaytdi. Mustaqil bo'lgan Finlandiya cho'ng davlatlar orasida tirkishib mavjud bo'lib turdi. Marshallikda o'sgan Madaxan yana Finlandiya va millatning mustaqilligini qo'g'dash urushiga otlanib, keyin Finlandiyaning zo'ngtimi bo'ldi. Qirq yildan keyin Junxo Xalq Jumhuriyati qurilib, Shinjang tinish yo'l bilan ozod qilindi. Madaxan 1952-yildagi aslamasida uyg'onayotgan shundaqla qaytadan qudrat tepayotgan Jungo bir fursat bo'lib qolmasdan to'sig'ili bo'lmaydigan amaliyot deb yozgan. 80 yildan keyin polkovnik baron Mannerheimning 1906-yildan 1908-yilgacha Jungo Shinjang va Jungoning shimolidagi bir necha o'lka, shundaqla Beyjing safaridagi dastlabki tekshirish doklati nashr qilindi. Demak, Madaxan, ya'ni Mannerheimning harbiy josuslik salohiyati jamoatchilikka oshkorlandi. Kishilar mazoq qilib, Shinjongda faoliyat qilgan darajasi eng yuqori josus deb atadi. Tarix Mannerheimga oz bo'lmagan chaqchaqlarni qildi. Hozirgi ahvolni chiqish qilganda Mannerheimning mazmuni obyektiv, tafsiliy, aniq, cho'nqur tahlil qilingan alohida harbiy doklatining amaliyotda hech qanday roli bo'lmagan. Halbuki uning yo'l bo'yi harbiy axborot eglash harakatini yoshirib elib borgan asari atiqlarni to'plash, millatshunoslik, insonshunoslik haqidagi tekshirishlarning ilmiy qimmati vaqtning o'tishi bilan kun sari gavdalanyotdi. Bo'libmi u tatqan 1400 parcha qimmatli tarixiy suratlar bizga yo'qolgan nurg'unlagan tarixiy ko'rinishlar va o'xshamagan millatlarning turmush shakli. 100 yil ilgirki davrlardagi oson erishgili bo'lmaydigan qimmatli suratli xotiraga aylanib, bugungi qadar alohida sehriy kuchini namoyon qilmoqda.
1906 yildan 1908 yilgacha Mannerheim Jungoda 2 yillik tekshirish elib borgan mezgilda otliq 14 ming kilometr yo'l yurib, Jungoning 8 o'lkasini besib o'tgan. U xanzut so'zlashni o'rgangan. U to'plagan materiallarmi tepilg'isiz qimmatli materiallar. Elimi yaxshi, bu qimmatli tarixiy materiallar urush uchun xizmat qiladigan harbiy axborotga aylanib qolmasdan, balki insoniyat tarixi taraqqiyotidagi qimmatli ilm-fan boyligi bo'lib qolgan. Haqiqiy xotirlarda haqiqiy dunyo namoyon qilinadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizni ko'rganingizga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.